Hozir bize operatsiya ameliyotidan chiqdik. Operatsiya ameliyotimiz 3 soat davom etdi. Ayolda bir tuxumdon yo'q, bitta turbasi bor. O'sha turbani ochish ameliyotini o'tkazdik. Ya'ni chap tuxumdon, chap turbasi bor. Chap turbani ochdik, xudo xolasa. Ikkinchi ameliyot shu ayolda labioplastika. Hozir shu ameliyotga kiramiz. Ayolimizda ikkita ameliyotni birga o'tkazdik. Hozir labioplastika ameliyotini tugatdik. Ayolning ahvoli yaxshi, operatsiyamiz juda muvaffaqiyatli bajarildi. Rahmat.